Xurshid To'rayev zo'r ish qildi, iPhone o'ynayaptini senga beradi. Bir-birida endi uni enamlarga maqtayman, hammaga maqtayman. Bitta ko'raylik. Ha, olish qiyin-da. Nimaga? Mana belimga bayilib qo'yibman, jo'g'ilmasin deb. Nimaga jo'g'oladi? Kissaga tiqib qo'ysang bo'lmaydimi? Kistamga so'tam shton tushib ketyapti-da. Shtonni mana bag'ini tortib jip bilan baylab qo'ysang turaveradi. Bitta Murodlarga maqtab ketaman. Maqtasan maqta. Voy jo'ra. Ha bu telefon menga to'g'ri kelmagan-ku. Nimaga to'g'ri kelmaydi senga? Rangi qizil ekan, ayollar kiygan. Kim aytdi senga ayollarki de? Menga Murod aytdi. Murod ko't kuyganida aytyapti. Sen ahmoq o'qiyapti seni. Bu iPhone 7 shunday charang bo'ladi. Jo'ra menga to'g'ri kelmaydi buning. Nimaga to'g'ri kelmaydi? Ayollar ko'radi-ku. Ayollar ko'rsa nima qiladi? Juma ayollar ko'rsa nima qiladi? Kissaga tiq ishlatavi. Ha. Jo'ra, telefon buzuqasan-ku. Nimaga telefon buzuq bo'ladi? Mana ekranni ko'rasam siljayapti, knopkasini bosayapti siljayapti-da. Biz bu zavodskoy shunday bo'ladi. Juma men asamizmi? Qo'limda emas edi-da. Kesak. O'zi shu bugun o'rganmasak. Qanday o'g'lim bunday bo'lmaydi? Chopdo'konga olib ketamiz. Hozir. Nima qilyapsan? Kechki soat 2 ga. Jo'ra, mana shu telefon senga tursin. Nimaga? Hayolimda birov uyimga kirib yo'qlab ketgan bo'lyapti-da. Ay,